xush ovoz dilbar xonandamizni taklif etganmiz. Go'zal qizimiz, betakror ovoz sohibasi Lazizaxon Usmonova. Assalomu alaykum Lazizaxon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salom O'zbekiston. Erta tongdan. Keling, mana bu Keling, bu yerga kelaverasiz. Marhamat Lazizaxon, o'tirib olamiz. Erta tongdan yo'q demasdan yetib kelganingiz uchun katta rahmat. Sizlarga ham taklif uchun rahmat. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat birga bo'lsin. So'rashib oling. Assalom O'zbekiston. Barchani kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Yangi yil har bir xonadonga baraka, tinchlik, sog'lik olib kelsin. Yangi yilda barcha orzu-niyatlar amalga oshsin va maqsadlarni koinot qabul etsin. Yo'q, ajoyib noyob tilak bo'ldi. Koinot qabul etsin. Buni darrov saqlab qo'yamiz o'zimizga. Chehronaxon, bilasizmi, aziz mehmonimiz haqida ta'rif ketganda, ssenariyimizda ham shunday aytilganki, sizni nafaqat chiroyli ovozingiz bilan, balki chiroyli tabassumingiz bilan ham e'tirof etishgan ekan. Bu e'tirofni kim bergan sizga? Atrofdagilar, oilam, o'rtoqlarim. Yaxshi. Bu to'g'ri ekanligiga. Sehrli ovoz deb ham yozilgan edi Razilxon aka. Ovozingiz haqiqatan hali qo'shiq aytganingizni eshitmadim, lekin ovozingiz gapiryapsiz. Haqiqatan quloqqa yoqimli va sehrliligi bilinib turibdi. Lazizaxon, necha yil bo'ldi aynan san'at sohasida ekanligingizga? 16 yil. 16 yildan beri kuylaysiz. O'zi 16 yoshdaysiz-ku. O'shada. Tug'ilganingizdan boshlab demak aytasiz. Yig'ingiz ham qo'shiq bo'lgan sizniki. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Yangi yil haqidachi, yangi yil haqidachi. Yangi yil kayfiyatlaringiz qalay? Tayyorgarlik qalay bo'ldi? Yil qalay o'tdi o'zi? Yil o'tdi, juda ham omadli bo'ldi yil. Men ham tomosha teatrida ishlayman. Va tomosha bolalar teatri. Ha, tomosha bolalar musiqa teatri studiyasida va bizda har kuni shu tomosha archasi bo'lmoqda. Demak, shuning uchun yangi yil kayfiyati o'zgacha. Prezident archasi bo'lardi. Haligacha davom etyapti. Bugun ham bor. Yoddan bilardim. Prezident archasi, istiqlol tumorchasi, quvonchlar qaynagan, yuragimiz parchasi. Fursatdan foydalanib tomosha teatrining asoschisi Nodira Qurbonovaga ham o'z salomlarimni yo'llayman. Umrlar uzoq bo'lsin Nodira opam. Bizni bolaligimiz, bizni baxtiyorligimiz, bizni samimiyligimiz, beg'uborligimiz aynan tomosha bilan bog'liq azizlar. Yangi yilda qanday rejalar? Yangi yilda to'ppa-to'g'ri Chehronaxon. Rejalar ko'p. Eng muhimlari. Eng muhimlari. Eng katta orzungiz. Qorbobodan nimani so'raysiz? Menimcha shu yana ijod qilish, yangi jahon sahnalariga. Ha, jahon sahnalarida shu ko'rik tanlovlarda qatnashish, festivallarda va mualliflik qo'shiqlar yaratish. Bu mening orzularim. Kumiringiz bormi? Kumirlarim? Ha, albatta. Dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yichami? Bor. Masalan, Whitney Houston, Mariah Carey. Lekin nimagadirchi, men Rasulxon aka hozir gapingizni bo'ldim, Adelga o'xshatyapman sizni. Ha, shunaqa aytishgan. Aynan o'sha juda ham kuchli, mashhur jahon yulduzi Adelni ko'rinishlariga juda ham o'xshadi. Ana endi ovozlari qanchalik o'xshaydi? Sizni sahnaga taklif qilamiz. Rahmat. Demak, Assalom O'zbekiston sahnasida Lazizaxon Usmonova. Koinot. Marhamat. Yo'llarim moviy zangori yuragimning hayollarim moviy zangori yuragimning tubi-tubidan
Ofarin. Ofarin. Tasanno, marhamat. Marhamat. Lazizaxon. Mana endi ovozim haqiqatdan o'xshatgan. Endi bu qo'shiqdan keyin hech kimni orzusi amalga oshmay qolmaydi. Koinot albatta qabul qiladi. Motivatsion bir qo'shiq ekan, o'zingizga o'zgacha ham, ekan. atrofdagilarga ham, motivatsiya beradi. Ham zamonaviy, ham boshqacha. Orzularingizni mujassam qilgan. Shu birinchi mualliflik qo'shig'im. Ah, Bu Nargiza Ahmedova mualliflari musiqa va so'z muallifi Nargiza Ahmedova, ularga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qo'yaman. Mana bugun premyera qildik ana efirda. bugun bizda Ofarin. premyera bo'ldi. Bayram ustiga bayram, azizlar. Lazizaxon, dilizxonlaringiz ko'p, bilaman. Hozir sizning yaqinlaringiz ko'rib turishibdi. Uydagilaringizga, yaqinlaringizga, do'stlaringizga va yurtdoshlarimizga yangi yil tilaklari bo'lsa, marhamat. Aziz yurtdoshlar, o'z oilamga, adajonim, oyijonimga, buvijonlarimga, xolalarimga hozir meni ko'rib turishibdi. Har doim meni qo'llab-quvvatlaganlari uchun rahmat, minnatdorman. Buni juda ham qadrlayman. Bu sohada, bu yo'nalishda ketish oson emas, lekin mening eng katta baxtim bu mening oilam, mening tayanchim va barchaga eng oliy niyatim bu hammaga sog'lik tilayman. Hammasi sog' salomat bo'lsin. Bu eng muhimi. Albatta. Barcha do'stlarimga yangi yil kayfiyatini tilab qolaman. Yangi yilda barcha orzu niyatlar ro'yobga chiqsin. Rahmat, Aytganingiz Laziza. kelsin, aytganingiz Biz kelsin. ham sizga baxt, omad, quvonch va karyerada eng cho'qqiga o'sishni tilab qolamiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, bayram muborak bo'lsin. Biz Yana esa- uchrashguncha, yangi yilda albatta yana ko'rishamiz. Rahmat, Albatta albatta sizlarni ham ko'rishamiz. tabriklayman chin qalbimdan. Rahmat shunaqa chiroyli suhbat qurganingiz uchun. Maza qildik, Sog' bo'ling. Laziza.